Do'stlar, hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Xudo xolasa mana ozgina o'zimga keldim. Gripplardan keyin ancha oyoqqa turib oldim. Mana bugun xudo xolasa yangidan ishni boshlaymiz. Ventilyatsiya sohasida kim ishlagan bo'lsa, kimning tushunchasi bo'lsa, umuman ishlamagan bo'lsa ham o'zimiz o'rgatamiz. Smenasi 5000 rubldan har 15 kunda rachot formasi beriladi. Yotoqxona bilan tolka pitaniyasi berilmaydi. Tolka forma beriladi. Polnisi qishki, yozgi forma beriladi. 10 kun zadeshkasi bor, har 15 kunda rachot 5000 rubldan smenasi. Ventilyatsiyada izolyatsiya qilish kerak. Mayda-chuyda ishlar juda ham og'ir ish emas. Kelasi soat 8 dan 7 gacha ishlaysiz, 5000 rubl smenasiga ishlaysiz. 5000 rubl yoziladi. Shuning uchun kimning jilaniyasi bo'lsa, ishlaydigan bo'lsa, telefon qilishlaringiz kerak mana shu nomerlarga. Telefon qilinglar. Bemalol o'zim javob beraman. Har 15 kunda rachot 10 kun zadeshkasi bor. Jilaniyasi borlar, ishlayman deganlar telefon qilsin. 32 ta odam kerak bizga. Qabul boshlandi. Dushanba kunidan xudo xolasa qabulimizga hammani olamiz. 32 ta odam telefon